Hammaga salom, sizlar bilan Rayo. Bugungi videomizda ByteMC serverida survival qilamiz. Unda videoni boshladik. Aytgandek, obuna bo'lib qo'yinglar. Va survivalda spawn bo'lib oldik. Bu yer spawn joyi. Bu yerda virtual pul, oddiy pul va Bitcoin. Mening maqsadim esa bu yerda uy qurish va albatta pul topish. Unda boshladik. Har 10 ta sakrash uchun $100 Qani ketdik unda. Ko'rishingiz mumkin, 10 ta sakradim va $100 berdi. Qarabsizki, menga $100 emas, $1000 tushdi, ya'ni $2000. Zo'r, mana sizlarga oson pul topish yo'li. Va men shopga kirdim. Shopdan esa men eng arzon daraxt blokini sotib oldim. Ya'ni 1 stakni. Va men teleport bo'lib qishloqlarni topdim. Va shu yerdan uy qurishga qaror qildim. Va nihoyat bo'ldim. Endi esa uyimning ichidan creeper chiqdi va uni o'ldirdim. Va uyimga yorug'lik kerakligini bildim. Sababi moblarni yig'masligi uchun. Va uyimga set home qildim. Ya'ni set home orqali men bu yerga teleport bo'la olaman. Mana home deb yozsak bo'ldi. Va 4 ta blok sotib oldim. Endi esa uyga ham kelib oldik. 1 2 3 va oxirgisi 4. Hozir menda bak. Va endi menga eshik kerak. Bu yerlarni esa men tozalab olaman. Va nihoyat bo'ldim. Endi esa menga eshiklar kerak. Albatta hozir ularni yasayman. Bitta verstak va eshik. Va men region qilmoqdaman. Вторая и первая. Va biza erga kalim qilsak bo'ldi. Demak, uni nomlash ham kerak. Davay Rayo. Mana region qo'yildi. Va ana u kim bo'ldi? Kimsizlar? Jon olmayapti. Demak, regionda bir-birini urib bo'lmaydi. Kimsan? Nima? Buni ba'zisi kimsizlar? Rostdan ham kimsizlar? Ko'rsanmaslik damlamasi, ammo nimaga? Demak, o'zing urolasan, ular esa yo'q. Videomni buzishga qaror qilgan darmayetlar. urolmayaptilar.
Ye. Taxta. O, rahmat. Ha, do'st bo'lamizmi? Okey, do'st bo'lamiz. Davay. Chetlariga taxta qo'yib chiqsam, chiroyliroq bo'lib turadi menimcha. Meeting villager, davay boraman. Lekin shularni birortasiga ham ishonib bo'ladigan emas. Sabab ular mendan million marta kuchliroq, ammo mening inventarim musor. Bo'lin bronelarga qaranglar. Menimcha bu kit tufayli bo'lsa kerak. Voh, aldamabdilar. Qani, kelaylikcha. Voh. Ye. Nimaga? Nima aytdim-u bular? Shunaqa deb. Kit premium. Normalniy. Okey. Nima qilsak bo'ladi endi? Home'ga qaytdik. Endicha bir sakrab olamiz. Sakra. Sakra bular. Gana. Va nihoyat, uy noram hech kim buza olmaydi. Va oxirgi pul topish yo'li bu Warp shaxta. Ya'ni shaxta bu yerda siz olmos, temir, shunga o'xshash rudalarni qazib o'zingiz boyishingiz mumkin. Ha, aytgandek, agar ko'proq topsangiz ko'proq pul olasiz. Kon har 10 yoki 5 daqiqadan almashib turadi, ya'ni mifik, legendarniy. Albatta aniq vaqtini bilmayman, ammo normalniy pul qoladi agar shu yerdan ham nima qilsangizlar. Hozir men klan yaratmoqchiman. Uning nomi nom qo'ymadim. Uning nomi Rayo. Davaychi Rayo qilamiz. Lekin bu yerda hozir mendan $5 so'radi. Nimaga? Va $5 topish uchun parkurga keldim. Ya'ni 10 ta sakrash teng $1000. Albatta bu parkurni yangilangan odam menimcha ByteMC rekordiga kiradi. Albatta nimagadir menda yana $5 so'radi. Sabab nima? Yoki u haqiqiy pulda, yoki men birorta narsani xato qilyapman. Va bizning oxirgi boradigan joy bu PvP. Bu yerda siz jang qilasiz va loot sovrinlar olishingiz mumkin. Albatta o'zingizning kuchingizga bog'liq, ham desa bronya va qilichingizga. Albatta bu server menga yoqdi. Survival rejimi ham juda zo'r. PvP esa katta ko'rganingizdek. Shu joygacha ko'ribsiz. Unda kanalimga obuna bo'lib, like bosishni esdan chiqarmang do'stlar. Sizlar bilan Rayo. Bugungi videomizda shular. Albatta juda qisqa bo'ldi.